Mayli, bitta savol bersam. To'g'ri javob bersangiz, Mobil bozor savdo do'konidan naushnik tekinga beramiz. Endi sizga bitta savol. Baqiroq, xarakteri kuchli, aytganingiz qilmaydigan, ko'p narsalar talab qiladigan ayol bilan yashagan yaxshimi yoki chizig'ingizdan chiqmaydigan, nima desangiz hop deb turadigan ayol bilan yashagan yaxshimi? Вообще qiziqdi so'rov berdingizga. O'zingga yoqqan, ko'ngilga yoqqan, ikkovingizning teng o'yingiz bir bo'lsa, shunda o'sha men jasam. Rahmat katta javobingiz uchun sizga Mobil bozor savdo do'konidan tekin naushniklar sovg'a qilamiz. Sizni do'konimizda kutib qolamiz. Savolim borda. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga Mobil bozor savdo do'konidan naushnik tekinga beriladi. Sizni chizig'ingizdan chiqmaydigan ayol bilan yashaganingiz yaxshimi yoki baqiroq, xarakterli ayol bilan yashagan yaxshimi? Chizig'imdan chiqib qolgan bizga. Sizdan Ha, chiqmaydi. Uzr, afsus. Mayli, sog' bo'ling. Baqiroq, xarakteri kuchli, aytganingiz qilmaydigan ayol bilan yashaganingiz yaxshimi yoki nima desangiz hop deb aytganingiz qilib chizig'ingizdan chiqmaydigan ayol bilan yashaganingiz yaxshimi? Shu nima deganingizni qilib, chizig'ingizdan chiqmaydigan ayol bilan yashagan yaxshi. Rahmat javobingiz uchun. Umringiz mobaynida aytganingizni qilib, spokойно hop deb chizgan chizig'ingizdan chiqmaydigan ayol bilan yashagan yaxshimi yoki baqiroq, urushqoq, ko'p narsa talab qiladigan ayol bilan yashagan yaxshimi? O'zimni ayolim bilan yashagan yaxshi. O'zingiz ayolingiz qanaqa? Ikkovini ham qiladi, xo'p ham deydi, baqiradi ham. Rahmat javobingiz uchun, sog' bo'ling.